Assalomu Instagramchilar. Podpischilar bizani yana shuning proyomimizga ushalini berishdi. Metal konstruksiya bilan ushalini yatib tuttirishimiz kerak shuni. Proyom ko'rsatib bormagan. Sizlar shuning ishlab oladigan bo'lsa, murojaat etaverasizlar. Ekranlarda ko'rsatib boramiz nimalarimizni. Yani shundan metal konstruksiyani o'rnatishimiz kerak shuni. Xudo xolasa ish jarayonini ko'rsatib boramiz. Podpiska bo'lib, like bosib turinglar, bolalarimiz. Hurmatli podpischilar, yine bitirdik bu obyektimizni. Xudo xolasa, kraskasini ham urib. Bu metalimizni qalonligi 1 sm. Kraska urib, zanglamaydi. Xudo xolasa, yana tayyor. Shuni ishlaydi bo'lsa, aytib qo'yinglar. Ekranlarda hammasini qoldiramiz, telefon nomerlarimizni.